Hurmatli obunachilar, ushbu ko'rib turgan traktorlarning 304 modeldagi 36 kuchli mini traktorimiz, lekin narxlari 85 million so'mga 112 million so'm. Nimaga bunaqa narxdaligini videoni oxirigacha ko'rsalaring, ma'lumotlarni berib o'tib ketganmiz. Unda ushbu traktorimizni tanishtirib, ma'lumotlarni berib o'tib ketaman. Motorlaridan boshlaymiz akalar. 3 Porscheli HT 304 modeldagi 36 kuchli mini traktorimiz. Motorlari LED motorlar bilan jihozlangan 22.5 kilovatli. Xo'sh, sifatlari xudo xolasa zo'r. Xo'sh, agatga tushishlari 60-70 ga bemalol legirovka qilib ishlatsalaring bo'laveradi. Hozirgi holatda 120 da turibdi, balonni teskarisiga solsalaring 140, ya'ni 70 agatga bemalol tushaveradi. Oldida toshlarigacha qo'yilgan, oldida faralari, danni bilishni, hamma narsalari joyida akalar. Ushbu traktorlarimiz 4x4 akalar, old arqa tortadi. Xolasalaring orqani o'zini, xolasalaring oldini qo'shib ishlatishlaring mumkin. Rollari gidravlikali, suv datchik, yog' datchik, akkumulyator datchiklarigacha qo'yib qo'yilgan, signallarigacha bor. Xo'sh, oldini qo'shib uzaydigan mana ko'rishlaring mumkin. Toshpoq quyonlari, skorislari yonboshda qulay joyda qilingan. Xo'sh, oldiga 8 ta, orqaga 8 ta, jami 16 ta skorislar bilan jihozlangan. Orqa balonlarda o'zini toshlarigacha bor. Korobkalariga keladigan bo'lsak, shu palovozli katta korobkalar bilan jihozlangan. Vomlari 2 xil oborotda aylanadi. Xo'sh, bularimiz 3 korpusli plyularni bemalol ishlataveradi. Undan tashqari oldiga jatka taqsalaring ham 2 metrli jatkalargacha hamda 1.82 metrli frezalarni bemalol ishlataveradi akalar. Sinovdan o'tgan ushbu traktorlarimiz 5-6 yildan beri olib kelib sotamiz akalar. Garantiyalari bor. Motor korobka qismiga 1 yilgacha garantiya beramiz. Narxini videoni boshida aytganman, 85 million so'm. Albatta shu videoni ko'rib like bosib kelgan klientlarimizga chegirmalarni qilib beramiz akalar. Telefon nomerlarimiz ekran ostida bo'ladi. Yanada to'liq ma'lumotni telefon orqali so'rab olishlaring mumkin. Endi keyingi tanishtiradigan traktorimiz Kit modeldagi 304 modeldagi mini traktorimiz. Bunimiz ham 3 Porscheli 36 kuchli, bu ham LED motorlar bilan jihozlangan. Bularimiz ham old arqa tortadi. Akalar, buni rasxodini aytmabman, 3 litr, 3,5 litr soatiga salarka rasxod qiladi. Bularimiz salarka tanlamaydi akalar. Quyganlaringga yuraveradi. Iloji boricha toza salarka quysalaring texnikamiz yaxshiroq xizmat qiladi akalar. Ushbu traktorlarimiz rollari gidravlikali. Bunga qaraganda akalar, bunimizda reverslari bor. Ya'ni skorga urib qo'ysalaring mana bu joydan oldiga arqaga qilib harakatlantirsalaring bo'laveradi. Toshpoqa quyon skorislarigacha bor, tablolarni ko'rishlaring mumkin. Xo'sh, bularimizni korobkasi akalar bartovoy korobkada yetib kelgan. Bunisiniki mana palovozli, mana solishtirib olsalaring ham bo'laveradi. Bunimiz orqa nasozli hamda bartovoy variantda. Korobkalari ham ancha baquvvat. Bularimizga 4 korpusli plyuyni ham qo'ysalaring bemalol ishlataveradi. Xo'sh, nasozlari 750 kg yukni bemalol ko'taraveradi akalar. 700 kggacha bo'lgan yukni bemalol taqib ishlatsalaring bo'laveradi. Bularimiz ham 60-70 agatga bemalol tushadi akalar. Undan tashqari orqa pritsepnoylarni ko'tarib tushadigan richaklari mana qulay joyda qilib ishlangan. Toshpoqa quyonlarigacha bor. Yanada to'liq ma'lumotni telefon orqali so'rab olishlaring mumkin. O'zini balonlarda toshlarigacha bor, uncha-munchaga buksavat qilib bo'lmaydi. Bularimiz ham 4x4 old arqa tortadi. Ikkalasi ham suv orqali soviydi. Oldida mana toshlarigacha qo'yib qo'yilgan. Narxini aytib o'tib ketganman akalar. 85 million so'mga 112 million so'm. Ushbu videoni ko'rib like bosib kelgan klientlarimizga albatta chegirmalarni qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa, tushunarli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar akalar.